Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bugungi navbatdagi uchrashuvimiz hokimiyat binosida bo'linyapti. Tadbirkorlar va aholi fuqarolar o'rtasida. Birinchi tadbirkorimizdan boshlayveramiz. Bo'lmasa, katta soy ta'mir MCHga ekspress kredit qilib berilyapti. Aynan mamlakatda to'ldirish uchun. Birinchisi. To'ldirish uchun kreditimiz liniyamiz bor. Ekspress kredit berilyapti. Zaloy orqali bo'lyapti bu. Zaloy orqali bo'layotgan bo'lsa, zaloyingiz baholatib bankka berasiz mutaxassislarga. Korporativ bo'limda mutaxassislar ko'rib chiqadi. 3 kun ichida ijobiy xulosa qilib berishadi. Ikkinchi fuqaroimiz Muhammad Judabonovda xo'jayinlarga ta'lim krediti olishyapti. Ta'lim krediti bo'yicha kredit liniyamiz bor. Bor. Avtomatik ariza topshiriladi. 7 yil muddatga kredit beriladi. Ayol kishi bo'lsa befoiz beriladi. Imtiyozli davrimiz bor. Ariza o'tishiga 1 kun muddatda ko'rib ijobiy hal qilib beramiz. Keyingi tadbirkorimiz Annazarova Zulfiyaxonga faqat 312 qaror bo'yicha 100 million hujjat olib kelishibdi. Ayol kishi. Bu rahbarlar ayol ekan. Avvallari ayol kishi uchun 312-sonli qarorimizda kredit bor 5 yil. Muddati 2 yil imtiyozli davri 19%. Erkaklar uchun 21%. Mahalla bankiga berasiz. Arizani yozgandan keyin 4 kunga ko'rib chiqib berishadi. Ijobiy hal qilib berishadi. To'rtga biz uchun, bank uchun yangi bir 2 ta 3 ta ish o'rni yaratishingiz kerak. Shu shart bilan kreditni chiqarib beramiz. Keyingi tadbirkorimiz Ahmad Soliha Baraka MCHga ekspress kredit bo'yicha 100 million berilyapti. Bunga aylanma mablag' to'ldirgan. Aylanma mablag' 100 milliongacha sug'urta bilan. Sug'urta orqali beradi. Hozir akamizga tushuntirgandek. Arizani onlayn tarzda berasiz. Korporativ bo'lim xodimlari ko'rib chiqib berib, 3 kunda ko'rib chiqib berishadi sizga. Keyingi tadbirkorimiz fermer xo'jaligi va Hamidullo Hikmatullo Qazaqlar fermer xo'jaligiga tomchilash va yomg'irlash uchun kredit chiqyapti ularga. Tomchilar sug'orishga liniyamiz ochiq. 5 yil muddati 2 yil imtiyoz davri 14% ga. Muammo yo'q. Arizani avtomat onlayn tarzda beriladi, chiqarib beramiz ijobiy. Hozircha murojaatlar shularda, kelganlar yana qabul qilib yozib borilyapti. Bo'ldi, ko'rib chiqaveramiz, kirishaveradi.